Assalomu alaykum hamyurtlar, hammaga salom alik. Tanjonlaring soni mana qovon sovuliga qaramasdan inshaalloh lisi dorzalarimizni egalariga chiroyli tarzda yetkazishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa. Mana bu dorozamiz Samarqand fason deyiladi. 2 qavat holatda mana hozir hop kuydirilgan ikkili lislarni bosh jarayoni ko'rib kuzatib tursanglar bo'ladi. Tagi shiviller bo'ladi. Hop ikkili lis bo'ladi. Profillari 1,5 senga bo'ladi. Shaneriga e'tibor qiling, zo'llar shaner bo'ladi. Burchaklari force kesiladi обязательно, xudo xolasa. Materiali bo'yicha javobgarlik qilamiz. Javob beramiz akada. Hop, mana bu dorozamiz. Bunga keladigan bo'lsak, qayta dorozamizni nalichka yasalayotgan jarayoni. Qayta dorozamiz 2 qavatli holati bo'ladi. Bu ham xudo xolasa chiroyli tarzda egalariga yetib boradi. Bu dorozamiz ham zo'llar sharni, pachimlik hamma joyi o'rnida bo'ladi. Inshaalloh chiroyli tarzda. Bunisiga keladigan bo'lsak, Toshkent fasonimiz. Ko'ksari lis bosilgan, 1,5 qo'yib turib, tagini. Buni ham pachimliklari zo'ldir bo'ladi. Ko'rib olinglar, e'tibor qilib. Hammasiga. Bunga ham ikkili lis qo'yiladi. Inshaalloh chiroyli tarzda qilib chiqaryapmiz. Dorozamizda bironta uloq joyi yo'q. Butun lars qilingan materiallarni qo'yib beriladi. Ko'rib kuzatishingiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar. Mana bu yoqda mana bitta chiqayotgan jarayonlari bor. Mana bu yoqqa kelsak, mana kraska jarayonlari. Xudo xolasa, orqasi ideal holatda 3 qavatli dorozamiz bo'ladi. Ideal germatek sepilgan, kraskasi Devo 100%. Xudo xolasa bu dorozamiz Bulung'urga olib borib o'rnatamiz. Samarqand Bulung'urga. Sifatli holatda. Bu yoqda gizlari inshaalloh chiroyli tarzda qilib berganmiz egalariga ham. Egalari ham kelib o'zlari malades deb ketdilar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yamiz, aloqa chiqaverasizlar akalar.